Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 20 fevraldan 21 fevralgacha Tayvan Tashqi ishlar ministrligining sohibxonligida Tayvanning poytaxti Taybey shahrida chaqirilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiriga taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris qatorliqlardan tarkib topgan hay'at va yana 24 fevral kuni Taybey shahrida boshlangan 2025 yillik Taybey xalqaro kishilik huquq munbiri yig'iniga qatnashish uchun kelgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin, Qurultay fondining raisi G'ayur Qurban va Qurultay Sharq Osiyo ishlar komitetining mudiri Savud Mehmet qatorliqlar, dunyoning har qaysi ellardan kelgan yuqori darajalik siyosiy arboblar, xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, tanilgan kishilik huquq faoliyatchilari, qonunshunoslar, tadqiqotchilar va jurnalistlarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Xitoyning navbatda Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining va chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish qilmishlarining jinoiy javobgarligini surishtirish uchun qonun jihatdan jiddiy harakatga o'tishga va Xitoy qaratgan siyosiy, iqtisodiy, harbiy va diplomatik besimini yanada kuchaytirishga chaqirdi. Qurultay hay'ati yana 24 fevral kuni maxsus Tayvan parlamentini ziyorat qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Tayvan parlamentiga qabul qildirish uchun boshlamchilik va yetakchilik rol o'ynagan Tayvan parlamentining a'zosi Wang Dingyu apandini ishxonasida ziyorat qilib, do'stona suhbat ilib bordi. Ko'rish jarayonida Dolqin Ayso boshchiligidagi hay'at parlament a'zosi Wang Dingyu apandimning hozir qadar Uyg'urlarning insoniy haq-huquqlarini qo'g'dab qilish, Tayvan parlamentida Uyg'ur xalqining ovozi bo'lish, Tayvan parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb maxsus qaror qabul qilinishida turtkilik rol o'ynash jihatlarida ko'rsatgan fidokorligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan yana qayta alohida rahmat aytish bilan birga, uningga Uyg'ur kimligining asosiy qismi hisoblangan do'p taqdim qildi. Parlament a'zosi Wang Dingyu apandimning qurultay hay'atini parlamentdagi ishxonasida maxsus qabul qilib ko'rishganlik haqidagi xabar Tayvan matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Wang Dingyu apandim ko'rishdi qilgan so'zida Dolqin Ayso boshchiligidagi Uyg'ur hay'atining bu qatimqi Tayvan ziyoratini qizg'in qarshi olganligini va buningdan cheksiz mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, o'zining ilgari Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining raisi bo'lib vazifa o'tagan mezgilida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Tayvan parlamentiga qabul qildirish va Tayvan hukumatini Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlariga qarshi xalqaro birlik sabda aktiv yaralishga undash jihatda tirishchilik ko'rsatganligini va buningdan keyinmi Tayvanning mustabid hokimiyatlarining zo'ravonligiga qarshi turish, insoniy haq-huquqlarni qo'g'dash va kishilik huquq masalasida xalqaro bilan aktiv hamkorlashish jihatda davomli haydakchilik rolini davomlashtirganligini bildirdi. Qurultay vakillari suhbat qilgan so'zlarida Tayvanning yer shar xarakterli kishilik huquq masalasida o'ynayotgan oshqishliq rolini ta'riflab o'tish bilan birga, Tayvan parlamenti va hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlar haqida davomli qonuniy tekshirish ilib berishini va Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortish uchun boshlangan qonuniy harakatlarda aktiv va yetakchilik rolini o'ynashni umid qilganligini, yana shundaqla Tayvanda o'tkaziladigan turli xalqaro munbarlardan foydalanib, Uyg'ur majburiy emgaki masalasida texmi ko'p xalqaro shirkatlarning diqqatini jalb qilishni orzu qilganligini ifoda qilishdi. Qurultay hay'ati bu qatimqi ko'rishda yana Tayvan taraf bilan birlashib, oldimizdagi muvofiq paytlarda Tayvanda maxsus xalqaro Uyg'ur munbiri o'tkazish taklifini o'ttirib qo'ydi. Hay'at parlament a'zosi Wang Dingyu apandim Qurultay hay'atining bu taklifini nihoyat mamnuniyat bilan qarshi olganligini va bu jihatda tirishchilik ko'rsatganligini ifoda qildi. Kelar qatimliq programmamizda Qurultay hay'atining 2025 yillik Taybey xalqaro kishilik huquq munbiri yig'inidagi faoliyatlari haqida yanada tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. 21 fevral Dunyo ona til kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Ma'rif, ilm-fan va madaniyat organi tarafidan 1999 yili 2 oyning 21 kuni Xalqaro ona til kuni deb e'lon qilingandan keyin 2000 yili 21 fevraldan boshlab dunyoning har qaysi joylarida har yili degidek xotirlanib kelmoqda. Bu qaror Bangladesh,
ya'ni ayni vaqtdagi Sharq Pokiston rayonida 1952 yili 21 fevral kuni yuz bergan Bengal tilini qo'g'dash harakatiga hurmat bildirish uchun o'ttir qo'yilgan. Har qaysi davlatlarda muhojirat yashayotgan Uyg'urlarmi bu kunni xotirlab kelayotgan bo'libmi 2017 yili 9 oydan boshlab Xitoy mustamlikasi ostidagi vatanimizda Uyg'ur tili ma'rifi maktablarda amaldan qoldirilgandan keyin muhojiratga Uyg'urlar orasida Uyg'ur ona tilini qo'g'dash tashabbusi bargancha kuchaygan. Yaqinqi yillarda chet ellarda qurilgan ona til maktablari va Uyg'urcha tor maktablari tezlikda ko'paymoqda. Uyg'ur ona tilini qo'g'dashni tashabbus qilib kelayotgan mutaxassislar va ona til maktab o'qituvchilarining bildirishicha, Xitoy mustamlikasidagi vatanimizda Uyg'ur tili ma'rifi amaldan qoldirilib, Uyg'ur tilining hukumat organlari, hatto Uyg'ur jamiyatida ishlanishi cheklanib, Uyg'ur tili va madaniyati yo'qotilish obyektiga aylangan navbatdagi vaziyatda Uyg'ur ona tilini qo'g'dash va saqlab qolishda muhojiratga Uyg'urlarning vazifasi texmi ig'ir bo'lmoqda. 23 fevral kuni Istanbulning Safaköy rayonidagi faoliyat zalida Dunyo Uyg'ur qurultiyi ma'rif komiteti Ili Mashrab ta'lim-tarbiya vaqti hamkorlashib 26 qitimliq xalqaro ona til kunini xotirlash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga maxsus tabriklash videosi avatgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovdin apandim ushbu faoliyat va yig'inlarning o'tkazilishining ahamiyati haqida to'xtalib, mundaq degan. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarim, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ma'rif komiteti va İli Mashrab vaqfi birlikte o'tkazayotgan Ona tilim qalbimdagi vatanim nomli programmaning xayrli o'tishini umid qilaman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan bu programmaning g'albilik, natijalik o'tishini Allohdan tilayman va bunday programmalarning davomli bo'lib turishi bizning yoshlarimiz uchun, yosh avlodlarimiz uchun nihoyatda zo'r foydali. Chunki ona til insonning nihoyatda muhim bo'lgan bir haqqi. Ona tilni o'rganish, ona tili bilan so'zlashish bu har qanday bir insonning insoniy bir huquqi. Shuning uchun ana til haqida bunday shug'ullarni o'tkazish va ana tilni o'rganish va ana tilni o'rgatish bu nihoyatda muhim bir vazifa. Shunga bu xalqaro ana til kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ma'rif komitetini va İli Mashrab vaqfini chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Faoliyatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi ma'rif komiteti Zeytinburnu va Safaköydagi ona til tövfikkarlarini İli Mashrab ta'lim-tarbiya vaqfisi bo'lsa 2024 va 2025 yilning birinchi o'qish mavsumida natijasi alohida bo'lgan o'quvchilarni mukofotladi. Faoliyatda o'quvchilar yillarga javob, bizning naqshimiz, kitob ro'yi oziq, ona tilim go'har til degan nomerlarni o'rindab, kayfiyatni texim yuqori pallik ko'tarib etgan. Ona tilni qo'g'dashning intayin muhimligini eskartgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ma'rif komitetining mudiri va Qarmay Maybuloq jurnalining sobiq mas'ul muharriri Abdurshid Niyoz apandim stansimizning ziyoratini qabul qilib, mundaq dedi. İli Mashrab ta'lim-tarbiya vaqfi bilan hamkorlashib o'tkazgan 26 qitimli xalqaro ona til kuni nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'ylayman. Muhojiratda bu xil ona tiliga oid faoliyatlarning ko'plab o'tkazilib turishi menimcha favqulodda ma'naviy ahamiyatga ega. Vatanimizda ona tilimiz umumimizga cheklanayotgan ahvolda texmi shundoq. Ana tilimiz yalnız bizim kimlikimizle emas, aynı vaqtda bizim örf odatimizning, an'anamiz shundoqla madaniyatimizning tarixiy va aynikidir. Ecdodlarimiz bu til bilan aqidamizni, amr ma'riflarimizni, ahkomlarni tarqish orqali dinimizni saqlab kelgan. Shunga ana til yalnız biz uchun kelib masalasi emas, balki u millatimizning mafkuri va javhiridir. Bloomberg xabarlarining 24 fevraldagi obzorda aytilishicha, yuqumli kasallik mutaxassislari Xitoyda yaqindan buyon rasmiy aniqlangan shaparang tojsimon virusining xuddi ilgirki COVID-19 ga o'xshashla odam badaniga kirib makonlashadiganligini bayqagan. Bu hol tezdan yaqin kelgusida yana bir maydon vabo ofati bo'lish haqidagi taxminlarga keng yo'l ochgan. Angliyadagi yuqumli kasalliklar professori David Heyman bu haqda muxbirlarga so'z qilib, yangidan bayqalgan bu virus hozir hayvonlarning tenidan o'rin olgan. Ammo u har bir yangi virusning har qachon insonlarga tarqalish ehtimolligi borligini ko'rsatadi. Shunga biz buningga qarata yuksak hushyorlikni saqlashimiz lozim degan. Mutaxassislarning qarashicha, bu shaparang tojsimon virusi hayvonlardan odamga,
Şundaqla odamdan odamga tarqaldigan bo'lib, qurilma jihatda ilgirki tojsimon virusiga o'xshab ketadi ekan. Shaparang ayol deb nom olgan Xitoy mutaxassisi Shi Jingli 18 fevralda Hujayra jurnalida e'lon qilgan bu vaqtdagi tadqiqot maqolasida mushkil fikrni o'ttirib qo'yib, shaparangdagi bu xil virus qurilmasi asonli insonlarga yoshirin ofat ilib kelalaydi degan. Olimlarning o'rtaq qarashicha, shaparang izchil ko'p xil tojsimon virusning bixlanish uvsi bo'lib, har qachon ikkinchi qadamda insonlarga tarqitish bilan tonilib kelgan. Bu odatda ikki xil yo'l bilan tarqaladigan bo'lib, biri virus bilan yuqumlangan shaparangdan, yana biri shaparang virus yuqqan hayvonlardan odamga yuqadi ekan. Eng dastlabda Hong Kongda bayqalgan bu yangi shaparang virusi hozircha biror odamga yuqmagan bo'lsa-mu, ammo uning qurilma jihatda tojsimon virusi bilan o'xshash bo'lishi bu vaqtdagi andishalarning asosli sababi bo'lib qolgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.